Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Krasnodar-Toshkent, Toshkent-Krasnodar yo'nalishi bo'yicha avtobus xizmatlarimizni taklif qilamiz. Krasnodar, Rostov-na-Donu, Saratov shaharlarida ishlab yurgan hamyurtlarimiz hamda Tojikiston fuqarolari uchun qulay va ishonchli bo'lgan avtobus xizmatlarimizni taklif qilamiz. Krasnodarga yaqin bo'lgan Sochi, Anapa, Simferopol, Stavropol, Qrim, Novorossiysk, Gelenjik shaharlaridan Mariupol, Donetsk, Lugan shaharlaridan ham bizning avtobuslarimiz orqali vatanga qaytishingiz mumkin. Rossiyskiy raqamimiz +7 960 285 75 75. O'zbekiston raqamimiz esa 90 kodi bilan 268 53 13 raqamlari orqali bog'lanib, o'zingiz uchun joy yozdirishingiz mumkin. Videoga like bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmanglar aziz vatandoshlar. E'tiboringiz uchun rahmat. Tanlovda adashmanglar. Eng ishonchli hamda sifatli xizmatlar faqatgina bizda.